Nilqi qo'zg'olonning milliy qahramoni Hamid Batur. Hamid Baturning to'liq ismi Hamid Davlatxon Muslimov bo'lib, milodiya 1914-yili yozda Birinchi Dunyo urushi portlash harbisida Char Rossiya ishg'oli ostidagi Tatariston oblastida dunyoga kelgan edi. Rossiya Oktyabr inqilobidan keyin 3 yoshli Hamid Muslimov 17 yoshlik akisi Fatih Muslimovni o'z ichiga olgan butun oilasi bo'yicha Tataristondan hozirgi Qozog'istonga ko'chib kelgan. 1918-yili 19-mayda Bolsheviklar Almatadan Qo'rg'osqacha joylashgan Uyg'ur yurt joylarida cho'ng qatliam jinoyatlarini sodir qilgandan keyin Hamidning oilasi Almatadan Iliga ko'chib kelgan. Hamid Muslimov 1933-yildan 1939-yilgacha Nazarxo'ja Abdusamatov apandining bir qo'lliq tarbiyasi ostida siyosat, tarix va jo'g'rafiya sohalarida yetishtirilgan bir izbosar edi. U 1943-yili yozda akisi Fatih Baturni Nilqidan Almataga pam bilan qochirib o'tgan. Keyin bir necha jasur yaqini bilan Almataga qochib chiqib, akisi bilan birga oilasini va xalqini qutqizish uchun faol harakatga o'tgan. 1944-yili 6-oktyabr kuni kechda G'ani Batur Fatih oilasini Nilqi soqchi idorasidan sog'-salomat qutuldirib chiqishda zo'r qahramonlik ko'rsatgan. Hamid Muslimovning mashhur nomi 1944-yili 8-oyda Nilqa Ulastay tig'ida Utuqliq etilgan tunji pay milliy mustaqillik o'qi bilan butun eliga tarqalgan. 1944-yili 8-oyning 14-kuni Fatih Batur, Akbar Batur, G'ani Batur, Osman Batur, Seyit Batur va Hamid Batur qatorliq 6 Baturning boshchiligida hozirgi Nilqi nahiyasining Ulastay tog'liq rayonida milliy partizanlar atriti qurilgan. Ular Xitoy militarist va kechirilmas jinoyatchiga aylangan Jallod Shingsay va Gomindaning harbiy mustamlikasiga qarshi milliy ozodlik ko'rishini boshlash uchun partizanlar atritining bosh shtabini Nilqi Ulastay tavasida qurgan. Plan tuzish va buyruq berishga mahir Fatih Batur mazkur qurolliq partizanlar atritining bosh qo'mondonligiga, Nazarxo'ja Abdusamatdan tarix, jo'g'rafiya va siyosatni puxta o'rgangan Hamid Batur muavin bosh qo'mondonligiga, Jasur Akbar Batur oldin qisab qo'shin qo'mondonligiga, qo'rqmas G'ani Batur zarbidor atratining bosh atamonligiga tayinlangan. Mazkur partizanlar atriti shu kunila atrofdagi Jalung'ol, Charto'g'on va Ko'ksay qatorliq joylardagi yerlik xalq ommasini qo'zg'ab, G'uljidagi Xitoy hukumatining mustamlikchi armiyasiga qarshi qurolliq inqilob qo'zg'ashga tayyorlik qilgan. 1944-yili 17-avgust kuni Ulastay partizanlar atritining Ro'zahet kunida masjidda qo'zg'olon ko'tarish plani Nilqi nahiya soqchixonasiga pash bo'lib qolgan. Gomindang doiralari butun soqchi kuchini to'liq ajirtib, Ulastayga necha mashina qurolliqlarni avatgan. Düşmanlar tarraq jilg'iga kirgan hamon Akbar Batur bilan G'ani Batur tog'ning ikki tarafidan tuyuqsiz hujum qilib, barliq düşmanlarni qirib tashlab, nurg'un qurollarni o'ljiga olgan. Bu tunji jangda ayni chog'dagi milliy ozodlik inqilobining tunji pay o'qi utuqliq etilgan edi. Oqibat Nilqidagi düşmanlar aloqazodi bo'lib, G'uljidan jiddiy harbiy yordam talab qilgan. 20-avgust kuni Gomindangning eng sarxil bir urush atriti Nilqiga kelib Ulastayga hujum qilgan. Bu qitimmi partizanlar düşmanni butunlay tarmar qilib, katta nusrat qozongan. 1944-yili 2-sentabr Gomindangning atalmış 8-urush rayoni bosh qo'mondoni Zhu Shaoliang aeroplan bilan Urumchiga kelib, Shingsayning huquqlarini o'tkazib olgan. Atsi Xitoy qo'mondan Du Defu aeroplan bilan Urumchidan G'uljiga kelib, 2500 nafar muntizim askar bilan Nilqi partizanlarini tubdan yo'qotmoqchi bo'lgan. Bu qitimmi partizanlar düşmanni butunlay tarmar qilib, katta nusrat qozongan. 1944-yili 2-sentabr Gomindangning atalmış 8-urush rayoni bosh qo'mondoni Zhu Shaoliang aeroplan bilan Urumchiga kelib, Shingsayning huquqlarini o'tkazib olgan. Atsi Xitoy qo'mondan Du Defu aeroplan bilan Urumchidan G'uljiga kelib, 2500 nafar muntizim askar bilan
Düşmanlar oldi bilan 333 nafar eng zarbidor atritini G'uljidan Nilqiga avatgan. Düşmanlar 9 sentabrdan 19 sentabrgacha 10 kun Nilqida yaxshi tayyorlik qilib, 20 sentabr kuni 3 yo'lga bo'linib Ulastayga hujum qilgan. Akbar Batur va G'ani Batur uda 2 kech kunduz shiddatlik jang qilib, düşmanlarni uzil kesil yo'qotgan. Har xil qurol yaroqlar g'animat ilingan. Ulastay partizanlari shuningdan keyin mudofaa holatidan faol hujum holatiga o'tgan. Partizanlar atriti to'liq tayyorlik qilib 1944-yili 5-oktyabr kuni Akbar Batur, G'ani Batur va Seyit Baturlarning bir tutash qo'mondonligida Ulastaydan Nilqi nahiya bozoriga yurish qilgan. Ular 6-oktyabr saharda hujumni boshlab, bir kech kunduzlik keskin janglar orqali 7-oktyabr saharda Nilqi nahiya bozorini ozod qilgan. Shuningdan keyin Nilqi nahiyasida Sharqiy Turkiston milliy mustaqillik inqilobi tarixidagi tunji xalq hokimiyati qurilgan. Bu qitimqi urushda Hamid Batur dushman bilan qahramonlarcha jang qilib, erkinlik va xalq ozodligi uchun sharaf bilan shahid bo'lgan. Garchi Hamid Batur va uning jasur askarlaridan 8 nafar azimat Nilqini ozod qilish urushida qurbon bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu qitimqi tunji hayot mamatlik keskin jangda Nilqi partizanlar atriti atalmış Junhua Mingo'ning harbiy soqchilari bo'lib, jami 55 odamini yo'qotib, 155 askarini asirga elishdan sirt yana 66 dona miltiq, 8 tapancha, 3 pulemyot, 150 granat, necha ming pay zapas o'q va bir harbiy mashina o'lji elish bilan birga turmidagi 110 dan ortiq har millat mo'tvar kishilarini ozod qilgan. Hamid Muslimov Sharqiy Turkiston qurolliq inqilobining tunji g'alabi mevasi bo'lgan Nilqi nahiyasini ozod qilish urushida qoldiq dushmanlarni G'ulji shahriga qochib ketishdan to'sib qilish va Nilqi turmisidagi nurg'unlagan begunoh asirlarning nahaq o'ltirilishining oldini olish yo'lida shahid bo'lgan. Hamid Batur o'z hayotini qurbon qilish badaliga milliy mustaqillik qurolliq inqilobining mudofaa holatidan aktiv hujum holatiga o'tishiga zo'r to'hfa qo'shgan. 1945-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumati Hamid Baturga xalq qahramoni degan eng oliy nomni bergan.